2026 yilgi Fiat Grande Panda. Bu Italiya avtomobil ishlab chiqaruvchisi Fiatning yangi avlodi bo'lib, zamonaviy dizayn, ekologik tozalik va shahar hayoti uchun qulaylikni o'zida mujassam etgan modeldir. Yangi Grande Panda, Fiatning mashhur Panda modelining kattaroq, ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan versiyasi bo'lib, u elektr va gibrid variantlarda taqdim etiladi. Avvalo, dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 Grande Panda o'zining burchakli, ammo zamonaviy tashqi ko'rinishi bilan ajralib turadi. Korpusda retro uslubdagi dizayn elementlari saqlanib qolgan bo'lsa-da, LED chiroqlar, keng radiator panjarasi va aerodinamik shakllar unga zamonaviy ko'rinish beradi. Avtomobil shahar sharoitida ham, uzoq masofalarga sayohatlarda ham o'zini qulay tutadi. Ichki salon esa Fiatning yangi minimalistik falsafasiga asoslangan. Asboblar paneli raqamli ekran bilan jihozlangan, multimedia tizimi esa sensorli ekran orqali boshqariladi. Android Auto va Apple CarPlay kabi funksiyalar qo'llab-quvvatlanadi. Kengroq salon, ortiqcha shovqinni kamaytiruvchi izolyatsiya va ergonomik o'rindiqlar haydovchi hamda yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Texnik jihatdan Grande Panda ikki xil versiyada taqdim etiladi: 100 elektr va gibrid. Elektr versiyasi 320 kilometrgacha masofani bir zaryad bilan bosib o'tadi. Gibrid varianti esa 1,2 litrli benzin dvigateli va elektr motor kombinatsiyasi bilan yanada tejamkorlikni ta'minlaydi. Avtomobil to'liq elektr versiyasida 156 ot kuchiga ega bo'lib, tezlanish ham silliq va jim amalga oshadi. Xavfsizlik sohasida esa 2026 Fiat Grande Panda ilg'or haydovchiga yordam tizimlari bilan jihozlangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'lni ushlab turish funksiyasi, to'qnashuvni ogohlantirish sensori va adaptiv kruz nazorat mavjud. Umuman olganda, yangi 2026 Fiat Grande Panda bu zamonaviy hayot uchun mo'ljallangan, ekologik toza, texnologik va ishonchli avtomobil bo'lib, u Fiatning shahar avtomobillari segmentidagi yetakchi o'rnini yana bir bor mustahkamlaydi. Bu model o'zining arzon narxi, zamonaviy dizayni va energiya tejamkorligi bilan Yevropa bozorida katta muvaffaqiyat qozonishi kutilmoqda. Agar siz shahar hayoti uchun ixcham, lekin qulay va ekologik avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 yilgi Fiat Grande Panda aynan siz uchun yaratilgan.